Bir yilda erishgan natijalaringizni ayting debdi. Men mana shu mavzuga chuqurroq urg'u berib o'tmoqchiman. Inson yashab turgan muhitdan boshqa bir muhitga o'tganda u yerga moslashishi va ko'nikib ketishi uchun bir muncha vaqt kerak bo'lar ekanda. Bu narsani musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz juda yaxshi tushunishadi. Bu vaqt oralig'i kimgadir omadli kelishi mumkin va kimdadir yulduzi uchishi mumkin-da va kimdadir aksincha og'irroq kelishi mumkin. Kimdir bu narsaga ko'nikishi sekinroq bo'lishi mumkindir. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Siz unda qanaqa situatsiyaga ketganini bilmaysiz. Bizda shunaqa tushuncha borki, insonlarni solishtiradi. Falonchi ketganiga 1 yil bo'ldi, 3 oy qildi, mashina qildi, a sen ketganingga 1 yil bo'ldi, a sen nima qilding deb savol berishadi. Mana shu narsaga noto'g'ri deb o'ylayman. Bilmayman, bizda ko'p mana shunaqa o'ylaydiganlar, o'shaqa insonlar borki, ketgandan keyin sizdan qarz so'raydi. Qarz so'raydilar, qarz so'rab yaltining baraka topkunlar. Unda qanaqa vaziyat, qanaqa situatsiya siz bilmaysiz-ku. Siz qachon bilasiz? Ota-onangizni puldan yiroq yurganingizda, o'zingizni arabangizni o'zingiz tortayotgan paytingizda bu insonning situatsiyasini siz tushunishingiz anchagina osonroq kechadi. Chetda yurganlarga oson tutmang. Musofirdagilarga. To'g'ri, normal pul topishi mumkindir, yaxshigina, lekin shunga yarasha rasxod qiladi. Siz buni bilmaysiz. Akshda shunga qarab o'ylash kerak, o'rtoqlar. Bu hammasi albatta Allohdan, bu narsalar o'tkinchi. Sababini qilsa Allohim beradi. Hammasi vaqtga borib taqaladi. Bu shunchaki mening fikrim xolos. Agarda siz qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin.